40 yosh insonni joniga keladigan elchi debdilar. Qo'ng'iroq chalinadigan payt 40 yoshga kirdingmi bilginki, endi qolgan umring oldingi umringdan ko'p emas. 10 kunlik safarga chiqqan odam 7-kuni samolyotga chipta oladi. Sovg'a salom olib orqaga qaytishga harakat qiladi. 40 yoshga yetdingmi? Payg'ambarimizdan hadis borki, meni ummatimni o'rtacha yoshi 60 bilan 70 o'rtasida deganlar. Endi qancha umring qoldi? Endi qolgan umringda Allohga duo qilishimiz kerak ekanki, Parvardigor qancha umr bergan bo'lsang, otamga, onamga, menga bergan umringga men shukr qilay. Boshimga yaxshilik ham keldi, yomonlik ham keldi. Yaxshi kunlarni ham ko'rdim, yomon kunlarni ham ko'rdim. Bergan kunlaringga shukr qilaman. Endi qancha umrim qoldi? Qachon meni jonimni olasan? Omonatni qanaq qilib olasan men bilmadim. Lekin qolgan umrimni yaxshi amallarni qilishga ilhomlantirgan. İlhom bergin, men faqat yaxshi ishlar qilay, orqamdan yaxshi taassurotlar qolsin deb duo qilinglar. 90 yoshga kirgan, 80 yoshga kirgan odamni janozasini o'qiganinglarda hali menga boru, men yoshman demanglar. Xaridor kelgandan keyin iloji yo'q. Xaridor yosh tanlamaydi. Xaridor joy tanlamaydi. Xaridor vaqt tanlamaydi. Bu xaridor Hazrati Azroil alayhisalom. Kimga 80 da keladi, kimga 100 da, kimga 18, kimga 20. Xaridor kelgandan keyin 1 soat oldinga emas, 1 soat orqaga emas. Omonatni bermasdan ilojing yo'q. Lekin omonatni topshirganingdan keyin ham orqangdan yaxshi taassurotlar qolsin. Shunda voqealar bo'ladiki, bir xil insonlarni janozasini o'qiganda yig'lab o'qigan kunlarimiz bo'ldi. Shunda insonni bugun qaro yer bag'riga oladimi? Shunaqa odam qatorimizdan ketyaptimi? Lekin bir xil insonlar o'tibdi degan gapni eshitganimizda Alloh rahmat qilsin degani tining aylanmagan joylari bor.